Endi nima bo'ladi? Nima qilaman endi? Hamma gapimni eshitgan bo'lsa-chi? Hozir eriga chaqayotgandir. Eri esa Baxtiyor akamga yetkazadi. Nima deyman endi? Nima bahona topaman? Baxtiyor akam meni bu uydan haydaydi. Yo'q, avval o'ldiradi. So'ng o'ligimni ota-onamnikiga olib borib tashlaydi. Nima dedim o'zi? Jonim dedimmi? Qaysi gapimni eshitdikina? Ey Xudo, o'zing yordam ber. Alo, Shahboz aka. Yaxshimasman-da. Siz bilan gaplashayotganimni o'zinim eshitib qoldi. Eshik tagida poylab turgan ekan. Voy, men qayerdan bilay? Qo'rqib ketyapman. Uf, endi nima qilaman men? Agar chaqib bersa nima bahona topaman men? Erim o'ldiradi-ku. Bu raqamimni sizdan boshqa hech kim bilmaydi. Ha. Xo'p. Mayli, men hozir telefonni o'chiryapman. Siz qo'ng'iroq qilmay turing, xo'p? Telefonni hech kim ko'rmaydigan joyga yashirib qo'yaman. Bo'pti. Xo'p.